Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Bu qətimli haftalik istiqlal xəbərləri proqramımıza gəlgənlərni qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Maarif cemiyeti hetleşiş fəaliyyəti ötküzdü. Qurban etinin 2. günü 5. oktyabr düşdən keyin Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cemiyeti Zeytinburnu rayonunun Deniz sahildə hetleşiş fəaliyyəti ötküzdü. Qurban etinin 2. günü 5. oktyabr düşdən keyin Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cemiyeti Zeytinburnu rayonunun Deniz sahilində hetleşiş fəaliyyəti ötküzdü. Bu hetleşiş fəaliyyəti üçün Türkiyədə yaşaydigan barlıq Şərq Türkistanlıqlar umumiylik təklif qılınğan olub, 1000-ə yaxın ayol və ballardan tərkib tapqan Şərq Türkistanlıq qarindaşlar xoşal xoram halda bayramlıq fəaliyyətiga qatnaşdı. Fəaliyyət Qur'an tilovat qılınış bilan başlanğan olub, mo'ngluq ovozda qilingan qiraat ovozi ovoz yangratquları orqali Zeytinburnu sahilida dala saylisiga chiqqan nurg'un kishilarni o'zlariga maftun qildi. Atrofga to'plangan nurg'un suriyalik, afg'onistonlik va turklardan bo'lgan kishilar Qur'oni Karim tilovati va qilingan duolarga birlikda amin dedi va ayollarga ayrim selingan hetliq mo'l dasturxonlardan birlikda bahrlandi. Barliq hamshahirlarning Qurban hayitini tabriklash uchun bir-birlab so'z qilgan jamiyat rahbarlari va ustozlar, shundaqla taklif bilan qatnashgan Zeytinburnu shaharlik hukumat rahbarlari, Ahmad Yasaviy ta'lim-tarbiya vaqtidan kelgan mehmonlar, buningga o'xshash hetlishish faoliyatlariga qatnashgan barliq kishilar uchun chin ko'nglidan rahmat aytadiganligini, bundaq cho'ng ko'lamdagi hetlishishning buningdan keyin texmi yaxshi holda birdaklik va hamkorlikqa vasila bo'lishini umid qilganliklarini bildirishdi. Hetliq faoliyat boshdan oxiri tinch va ko'ngillik o'tkazilgan bo'lib, vatandan hijrat qilib uzun vaqt va musofalardan keyin Turkiyaga yetib kelgan qarindoshlar bo'lsa, muborak Qurban hayitida o'zlariga quchoq ochgan bu ta'sirli hetlish faoliyatidan to'liq minnatdor bo'lganliklarini bildirishdi. Yana bir tarafdan Qurban hayitining 5. kuni Sharq Turkiston Ma'rif va Hamkorlik Jamiyati ayollar bo'limi hayitdan burun e'longan qaror bo'yicha hayit munosabati bilan Zeytinburnu rayonida o'ltirishliq to'l yashangan ayollarni ziyorat qilish faoliyati olib bordi. Bu faoliyat bu yil ro'za hayitdan keyin tunji qatim tashkillik holda elib berishga boshlangan bo'lib, buningdan burun g'ayri rasmiy holatlarda cheklik oilalar bilan cheklanib qilingan edi. Bu qatim bo'lsa ziyoratga qitilguvchilarning soni va ziyorat qilinadigan oilalarning soni mo xilli ko'p bo'ldi. Ayollar o'zaro yig'ish qilgan pullarga sovg'a salomlari bilan 15 ga yaqin yetim bola va tul ayollar, shahidlar oilalari shundaqla ig'ir kasal bo'lgan yeshi cho'ng ayollarning uylarini ziyorat qilib, ulardan hal ahvol so'radi. Peshin namozdan keyin boshlangan ziyoratning oxiri oqshom soatlarigacha davomlashdi. Kirgan har bir uydan nihoyatda ko'p tashakkur va xayrli duo olgan ayollar o'zlarining ko'ngillarini suyundirgan bu xayrli ishlardan suyunib, buningdan keyin bu xildagi xayrli ishlarning texmi ko'p qanot yeyishini, o'zlarining buningdan keyin bu turdagi xayrli ishlarda texmi aktiv rol olishni xohlaydiganliklarini bildirishdi. Qan tamchirab turgan Xitoy bayrog'i Uyg'urlarga majburlanmoqda. Kommunist Xitoy doiralari qizil bayrog'ini Uyg'ur dehqonlarining ishiklariga esishga boshladi. Tajovuzchi Xitoy doiralari o'zining razil diktatorligini Sharq Turkiston xalqiga zo'rmuzor tengish, o'zini majburiy e'tirof qildirish uchun Xitoy tajovuzchiligining simvoli bo'lgan qonliq qizil bayrog'ini Uyg'ur dehqonlarining ishik darvozalariga majburiy ostirishga boshlagan. İctimai uçur vasıtası Facebook'ta Şarkı Türkistan'ın Xotan vilayetining Keriya nahiyasida bir dehqonning darvozasi ustiga Kommunist Xitoyning bayrog'i esilgan bir rasmni e'lon qilgan. Xitoy doiralari ayni chog'da Kommunist partiyasining bosh kotibi Mao Zedongning rasmini uy-uyga ostirgan bo'lsa, mana endi Xi Jinping davriga kelganda Kommunist bayrog'ini osmoqda. Shuningdan ko'rib olishga bo'ldiki, Xitoy doiralarining ideyasi mangu o'zgarmaydigan qatmal, qaloq ideya bo'lib, Xitoy doiralari yarim asrdan keyin yana asldagi ibtidoiy holatiga qaytmoqda. Oldingi yillarda Xitoy qizil bayrog'ini Sharq Turkistonda masjidlarning mehroblari ustiga esish orqali jamoatning har bir ruku va sajda qilgan vaqtda Xitoyning qizil bayrog'i ostida ruku sajda qilishini ko'zlagan bo'lsa, amdilikda dehqonlarning uylariga kirishdan burun Xitoy bayrog'iga bir qatim qarab o'tib, ondan uyga kirish vositasini qo'llanish orqali o'zlaricha Uyg'ur xalqini bu shakl bilan Xitoy suyarlardan qilish ham xiyolda bo'lmoqda. Uyg'ur xalqi Xitoyning bu shakldagi zo'ravonligiga hargizmi bosh egmaydi va islomning, zulmning, barliq yaxshi xislatlarning dushmani bo'lgan Xitoy tajovuzchilarini muqaddas vatani Sharq Turkistondan ana shu qizillatiga yo'gab yo'lga soladi. Shundaqla butkul insoniyatning dushmani bo'lgan bu qizillatini
Sharq Turkistondan mangulik yo'q qilish uchun adoqqichi kurash qiladi. Qurban Hayit Pokistondagi Uyg'urlar bilan Turkiyadagi turk va Uyg'urlarning qarindoshlik munosabatini kuchaytirdi. Qurban Hayit bayrami yetib kelishi bilan Turkiyaning Istanbulda faoliyat qilayotgan Ma'rif jamiyatining talabiga binoan IHH insoniy yordam fondi Pokistondagi Uyg'ur muhojirlar uchun qurbonlik tarqatdi. Qurban Hayit o'zaro xatolik va adovatni yuyib, do'stlik va qarindoshlikni kuchaytirdi. İnsanlarni birlik va ittifoqlikqa, tinchlikqa undaydi. Qurban Hayit musulmonlar orasiga barakat, rahmat, mag'firat va shafqat elib keladi. Tinchlik, ittifoqlik va birlik hosil qilishga vosita bo'ladi. Bu yilgi Qurban Hayit munosabati bilan Turkiya yordamsevar saxovatchilari bilan Istanbuldagi Uyg'urlar va Pokistondagi Uyg'urlar o'rtasiga do'stlik, qarindoshlik va mehr-shafqat urug'ini chashdi. O'rtadagi munosabat texmi kuchaydi. Qurban Hayit bayrami yetib kelishi bilan Turkiyaning Istanbulda faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining talabiga binoan IHH insoniy yordam fondi Pokistondagi Uyg'ur muhojirlar uchun qurbonlik tarqatdi. Talabga binoan IHH insoniy yordam fondi tarafidan Pokistondagi Uyg'urlarga tarqatib berish uchun Pokiston Uyg'ur Ömer jamiyatiga qo'y va kala qurbonlik i'ona qilindi. Uyg'ur Ömer jamiyatining mas'ullaridan Ömer Uyg'ur bu haqda ma'lumot berib bunday dedi. Rawalpindida Xitoyning besimida qolgan bo'lsaqmi 300 oilaga qurbonlik tarqatildi. Gilgitdagi Uyg'ur muhojirlar Xitoyning besimidan qo'rqib qurbonlik elishni rad qildi. Shunday ahvol ostida biz Gilgit shahrida 50 Uyg'ur oilaga maxfiy holda qurbonlik tarqatdik. Ishning ajablanarligi shuki, Pokistondagi Uyg'urlar Turkiyadan kelgan biror kishi bilan munosabat qilishni yoki u yerdan kelgan yordamni qabul qilishdan ehtiyot qilishning sababi Xitoyning besimidan ekanligini ilgari surishdi. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ldiki, Pokistondagi Uyg'ur muhojirlar Sharq Turkistondan ayrilib Pokistonda yashayotganga uzun zaman bo'lsa-mu, hozirgacha Xitoyning besimi va ta'siridan qutulib bo'lolmaganligi, qo'rqish va andisha ichida yashayotganligi oshkora bo'ldi. Pokistondagi Uyg'urlar Pokistonning Xitoy bilan bo'lgan odatdan tashqari yolg'on do'stlik munosabatlari sababidan, Xitoyning Pokistondagi o'rni va ta'siri sababidan Pokiston asosiy qonuni bo'yicha har kim erkin va insoniy haq-huquqlarga ega deyilgan bo'lsa-mu, Pokistondagi Uyg'urlarga kelganda bu qonun oyoq osti qilingan va Uyg'urlar erkinlik, insoniy haq-huquqlardan mahrum holda qo'rqish va andisha ichida yashamoqda. Ömer Uyg'ur apandi qurbonlik qilishda yordam qo'lini sungan IHH insoniy yordam fondiga va bu ishga vosita bo'lgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatiga tashakkur aytadiganligini bildirib bunday dedi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining vasitasi bilan IHH insoniy yordam fondining muavin raisi Ahmad Sarikurt apandi bizning jamiyatga kelib Pokistonda yashayotgan Uyg'ur musulmonlarga qurbonlik yordam qildi. Natijada 300 oilaga qurbonlik tarqatildi. Biz bu munosabat bilan IHH insoniy yordam fondiga va bu yaxshi ishga vosita bo'lgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatulloh O'g'uzxonga rahmat aytamiz. Hong Kong hukumati namoyishchilar bilan suhbat o'tkazishdan voz kechdi. Xitoyning alohida ma'muriy rayoni Hong Kongda demokratik islohotlarga yo'l qo'ymaslikdan keyin bosh ko'targan namoyishlar to'xtovsiz davomlashmoqda. Xitoyning alohida ma'muriy rayoni Hong Kongda demokratik islohotlarga yo'l qo'ymasligidan keyin bosh ko'targan namoyishlar to'xtovsiz davomlashmoqda. Hong Kongda o'quvchilarning namoyishlari 2-chi haftasiga qadam qo'ydi. Beijing doiralari namoyishchi o'quvchilar bilan o'tkazilishi planlangan uchrashishning unumli bo'lmaydiganligini ko'zda tutib, amaldan qoldirilganligini jakarladi. Xitoy soqchilari minglarcha kishi to'plangan kunlik maydondagi namoyishchilarni yosh oqqudush gazi ishiltish orqali ko'rinarli darajada tarqoqlashtirgan edi. O'quvchilar saylovlarning erkin o'tkazilishini va chiriklikka aralashib qolganligi ilgari surilgan Hong Kong rahbari Liang Jinyingning iste'fo berishini talab qilmoqda. Bu jarayonda Hong Kong Adliya ministrligi Liang Jinying ustidan tekshirish elib berilganligini eskartdi. Hong Kong rahbari Liang Jinyingning Avstriyaning bir injenerlik shirkatidan 6 million dollar para olganligi da'vo qilinmoqda. Xitoy 155 Uyg'urga doir uchurlarni dalillayotganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Malayziya ko'chmanlar idorasi tutib turilayotganligi ilgari surilgan 155 Uyg'urga aloqador uchurlarni dalillayotganligini bildirdi. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Hongley 8-oktyabr kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirning Malayziya hukumatining davlatga qonunsiz shaklda kirganligini ilgari surib, 155 Uyg'urni to'xtatib qo'yganligiga doir xabarlarning borligi, Xitoy tarafining Malayziyadan ularni qaytarib berishni talab qilmaganligi to'g'risidagi savoliga javob berib, biz munosabatlik uchurlardan voqif bo'ldik va bu masalaning tafsilotini dalillayotimiz dedi.
Malaysiya mediasi o'tgan juma kuni xabar tarqatib, davlatga qonunsiz kirganligi ilgari surilgan 155 Uyg'urning nazorat ostiga ilinganligini bildirgan edi. Orqadan Malaysiya kishilik huquq tashkiloti Malaysiya hukumatini mazkur kishilarni Xitoyga qaytarib bermaslikka chaqirgan edi. Hindiston Pokiston orasidagi jiddiychilik og'irlashmoqda. Hindiston bilan Pokiston orasidagi datalashliq rayon Kashmir chegarasida jiddiychilik ulg'aymoqda. Hindiston bilan Pokiston orasidagi datalashliq rayon Kashmir chegarasida jiddiychilik ulg'aymoqda. İki taraf orasidagi o'zaro etishlar natijasida 17 fuqaro hayotidan ayrildi. O'lganlarning 9'ning Pokiston fuqarosi, 8'ning Hindiston fuqarosi ekanligi e'lon qilindi. Hindistonning boshqarishi ostidagi Jammu Kashmirning chegaraga yaqin joylaridagi 20 ming kishi to'qinish rayonidan qochib, ichki qismdagi maktablar va musofirlar lagerlariga berib oldi. Hindiston mudofaa ministri Arun Jaytli Pokistonni voqealarni ulg'aytish bilan aybladi va bu o'zgarishlarning Pokistonga qimmatga to'xtaydiganligini aytdi. Yuqori darajalik harbiy amaldorlar bilan ko'rishgan Hindiston bosh ministri Modi to'qinishlarning qisqa vaqt ichida oxirlashadiganligini qayd qildi. To'qinish yuz bergandan keyin Pokiston bosh ministri Nawaz Sharif mu xavfsizlik kabineti bilan yig'in o'tkazdi. Hindiston bilan Pokiston mustaqillikka erishgan 1947-yildan buyon Kashmir masalasi yuzasidan 2 qatim urush qildi. Ko'p sonliq aholisini musulmonlar tashkil qiladigan Jammu Kashmir 1947-yildan buyon Hindistonning boshqarishi ostida turmoqda. Ahmet Davutoğlu Türkiye'ni ayıplaganlarni ogohlantirdi. Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministri Ahmet Davutoğlu Suriye ve Irak'ta yüz berayotgan insani tragediya meselesiga qarata eng insani pozitsiya tutayotgan davlatning Türkiye ekanligini ta'kidladi. Türkiye'nin Suriye chegarasida muhim o'zgarishlar yuz berayotgan bir paytda hammaning diqqati 9 oktyabr Anqaradagi xalqliq yig'inda edi. Bosh ministr Ahmet Davutoğlu yig'indan keyin bayonot e'lon qildi. Davutoğlu Suriye ve Irak'ta yüz berayotgan insani tragediya meselesiga qarata eng insani pozitsiya tutayotgan davlatning Türkiye ekanligini ta'kidlab bundoq dedi. Voqealarni xuddi Turkiyada yuz berayotgandek ko'rsatib, ig'vogarchilik qilish hech kimning haddi emas. Voqealarning chora bosqichi bilan munosabatlik deb qaralishini tanqid qilgan Davutoğlu, terrorizmning uzil-kesil hal qilinishi uchun ishga oshirilayotgan chora bosqichi bilan jamiyat tartibi hargizmo bir-birining o'rnini bosolmaydi dedi. Türkiye sirtida yuz bergan bir voqeaning ichki siyosat koziriga aylantirib olinishiga yo'l qo'ymaydiganliklarini eskartgan Davutoğlu, Türkiye'nin rayonda yuz berayotgan insani tragediyaga eng insani pozitsiya tutayotganligini bildirdi. Kimse bu tür şiddet olaylarından sonra bunlar hesap sorulmayacağını düşünmesin. Tek tek bunun hesabını sorarız. Türkiye bir hukuk devletidir ve gereğini yapmak bizim için bir vatan borcudur. Bu anlamda görevimizin asli unsurudur. Yine Kobaniyada yuz berayotgan voqealardan Turkiya javobgar deb qarayotganlarga xitob qilgan Davutoğlu, bu o'zgarishlarning vaboli oldi bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi ve bu kengashning 5 doimiy a'zosidir dedi. Shvetsiyada ministr bo'lib saylangan Mehmet Kaplan apandini Sharq Turkistonliklar qizg'in tabriklashdi. Shvetsiyada shahar qurilish va o'ltiraqlashish ministrligiga saylangan Türk millatidan bo'lgan Mehmet Kaplan apandini Sharq Turkistonliklar qizg'in tabriklashdi. Shvetsiyada shahar qurilish va o'ltiraqlashish ministrligining ministrligiga saylangan Türk millatidan bo'lgan Mehmet Kaplan apandini Sharq Turkistonliklar qizg'in tabriklashdi. Uzun yillardan beri Shvetsiya parlamentidagi Yeşiller partiyasining majlis a'zosi bo'lib kelgan Türk millatidan bo'lgan Mehmet Kaplan apandi Shvetsiyaning shahar qurilish va o'ltiraqlashish ministrligining ministri bo'lib saylandi. Mehmet Kaplan apandi aslida Sharq Turkiston mastonasi edi. Yevropadagi bir parlamentda Uyg'ur Shvetsiya do'stlik guruhi qurishda bir tunjilikqa boshlamchi bo'lgan edi. Bu qatim uning ministr bo'lib saylanishi Sharq Turkiston da'vosi uchun intayin cho'ng kuchga ega bo'lganlik deganlikdir. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining boshlig'i Hidoyatullo O'g'izxon barliq Sharq Turkistonliklar nomida hurmatli ministrga telefon qilish orqali muborakladi va buningdan keyingi xizmatlarda texmi yaxshi ilgirlash va natijalarning qo'lga kelishiga tilakdoshlik bildirdi. Tuvandagisi Hidoyatullo O'g'izxon apandining Mehmet Kaplan apandiga telefonda bildirgan tabriknomasining tekstidir. Hurmatli ministrim, muhojir hayotida yashayotgan barliq Sharq Turkistonliklar sizning Shvetsiya shahar qurilish va o'ltiraqlashish ministri bo'lib saylanganligingiz haqidagi xabar e'lon qilinish bilan
cheksiz baxtiyorlik tuyg'ularga cho'mildik. Siz erishgan bu mavqe barliq Türk millatlarini qanchalik darajada iftixorlik his qildirgan bo'lsa, dunyoning hamma yerida yashayotgan Uyg'ur turklarini mo shunchalik iftixorlantirdi. Sizning tabiatingizda bor bo'lgan insonlik shafqat va qarindoshlik marhamati, tirishchanligingiz bo'libmi Sharq Turkistonga bo'lgan haqiqiy yaqinligingizga xilidan beri shohid bo'lib kelmoqdamiz. Bu yangi vazifangizni chin qalbimizdan tabriklash bilan birga sizning texmi cho'ng va xayrli natijalarni qo'lga keltirishingizga tilakdoshmiz. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bu qatimli haftalik istiqlal xabarlari programımız bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.